Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Mahadamda Jahongir va Jahongir Live kanalida tomosha qilyapsiz. Bugun 1-yanvar ko'chalar pustoy, hamma joyda hech hamma uxlashyapti yangi yildan keyin. Biz ham damza oldik, soat 11:30-12 bo'lyapti. Ko'chaga chiqib o'rmonga aylanib kelmoqchiman, kofe olib aylanib. Hayvonlar bor, o'rdaklar har xil, agar ular bugun ham bo'lsa, shu non oldim, o'shalarni boqib video qilishga harakat qilamiz. Sal tabiat manzaralarini ko'rsataman. Lekin qishda uncha chiroyli bo'lmaydi, lekin ko'rsatishga harakat qilaman. Shaharga borim kelmadi, har kun shovqin borim kelmaydi. Shuning uchun o'rmon manzaralarini ko'rsataman. Kuzatishda davom eting. Men do'stlar, ko'rib turganingizdek o'rmonga keldik. Avval yozda ham bir yerda video olgandim. Ko'rsangiz, o'rmonni mana orqa tomoni yam-yashil hali. Nelarda yashil, bu tomon qor bir qiziqcha Shvetsiya o'rmoni. Va hozir yerda o'rdaklar qaranglar. Hali o'rdaklar ketmadi, men tushib ketadi deb o'ylardim. Biz non oldik. Hozirlab boqamiz va chiroyli kadrlar olishga harakat qilaman. O'ylaymanki, video yoqadi. Biz boqishni boshladik o'rdaklarni.
Men do'stlar bunga vlogimizni boyayotgan juda ham qiziq bo'lmaydi. Shaharga borganman. Hayvonot olamini oldim, ozgina non boyarib boqdik. Qolib ketgan nonlarni orqamizda hamma insonlar kelib boqishadi. Nonlarni tashlab yuborishmaydi, hamma ham tashlamaydi. Do'stlar, ketayotgan mana bu qaranglar. Ko'chma hojatxona. O'rmonning o'rtasida odamlar kelib hayvonlarni tushib, o'rdakchalar boqayotgan vaqt chiroyli manzara bo'ldi. Yozda shu yerga odamlar hamma joyga bormasin deb tilagan, ana qo'yib. Nima bo'ladi? Ko'chma hojatxona. O'rmonning ichida dev qilsin. Shay bor-ku. Ichi rasm o'tgan bo'lsa kerak deb o'ylasam, toza. Mana odam o'rmonning ichida ham bolachalar bu yoqqa borgisi kelib qoladi, shuning uchun qo'yishgan. Mana e'tibor insonlarga. Do'stlar, mana yo'lda ketyapmiz. Aylanib yuribman. Odamlar yo'q joylar aylanib yuribdi. Hamma joy o'rmon. Yo'lda ketyapti, bir zo'r matraschaga ko'zim tushib qoldi. Shunday desam sizlarga, mana Shvetsiyada ko'chalarga matras qo'yadi. Odamlar bemalol kirib yotib dam olib ketish uchun azil kimdir matras tashib ketdi. Qanaqa ahvoli, ko'chaga matras tashlaydi. Yo'lda chiqdi. Boshqa joyga yiqilib tushdi dedim. Bir tomon ketsam, boshqa uzoq joyga ketyapman, shuning uchun bu yoqdan ketamiz. Ko'chadan ketamiz, haqiqiy qo'pirib. Mana do'stlar, hamma blogerlar prank, har xil qiziqarli videolar oladi. Men eng zerikarli blogerman. Eng zerikarli buni o'zim ham bilaman. O'rmonlarda aylanib yuraman. Hozir bir ajoyib ko'prikka ko'zim tushib qoldi. Qaranglar do'stlar. Juda ham eski ko'prik. Ko'rib turibsiz. Mana do'stlar, aylanib yuribmiz. Bu yoqlar shunaqa rayonki, hamma kelib chizadi, nima desam bo'ladi. Spreyda chizishadi, ya'ni arklar, harflar chizishadi. Taba qo'l ko'tarib ketdi. Orqa tomonda esa mana gruzoviklar, adashmasam eski gruzoviklar, mana ko'rishingiz mumkin. Motorlargacha yo'q. Bilmay odamlar. Bu yoqqa bilmayman, yoki mashinalardan o'sin berildi mana. Mashinalargacha chizib ketishgan. Lekin mashinalar anada ostida eshiklar bilan yopilgan. Bilmayman, adashmasam avariya bo'lgan mashinalar shaharga kelib tashib ketishadi. Birinchi kelishim bu tomonda. Bu tomonda bo'lganmi, bu tomonga birinchi kelishim. Oz qiziqroq artlar, ya'ni chizilgan spreyda chizilgan narsalar chiqsa, juda ham zo'r chizadigan professionallar ham bor. Shuni hozir ko'rsatmaga bo'lsa, kuzating. Mana do'stlar, ko'ringlar. Bu spreylar. Shuncha ko'p sprey ishlatilgan. Burası hamma joyga ko'chaga chizib yurmaslik deb spesial shel bularga berilgan. Oy, just.
Spray hammasi bankachalar. Yangidagi. Ancha ko'p. Do'stlar, shuncha kraska ketadi, shuncha pul. Hey, bularga qiziq, hayronman. Qanaqa hobbilar bor. Shunday muhabbatlar. Ha do'stlar, bugungi zerikarli vlogimiz shundan iborat-edi. Aytdim-ku, o'rmonga kelsam inson o'z dam oladi. Sizlarga qiziq video bo'lmaydi, chunki o'rmonda qiziqar narsalar kam bo'ladi. Har xil hayvonlar uchrashish uchun kechroq chiqish kerak. Mana kechqurun kameralar zo'r video olish iloji yo'q. Kechqurun sal qiyin. Shuning uchun o'zim chiqdim, aylanishga keldim. Sizlarga bitta video olib ketay dedim. Balki kimlarga qiziqdir, kimlardir ko'rgisi kelar. Bundan juda ham katta foyda olmaysizlar. Men bir patlari inson dam olgisi kelar-ku, shuning uchun keldim. Mana bu yoqqa sizlar ham balki muzika chiqar bilan qo'yib qo'yaman, yoqsa ko'rasizlar, yoqmasa ham ko'ringlar. Chunki har bir inson video olgan vaqti menga mehnat sarflaydi, sal bo'lsa-da. Shuni nima edi? Shuni hech bo'lmasa qadriga yetib, hech bo'lmasa like bosib qo'ysanglar, biz boyib ketamiz. Hazır albatta. Like bosish o'zlaringiz bilasizlar, pul bermaydi. Like prosta videoni tarqalishiga yordam beradi, ya'ni ko'tarilishiga, ko'proq odamlar qo'shilishiga va safimiz kengayishiga yordam beradi. Shu do'stlar, hozir ketaman uy tomonga. Uy tomonda bitta joyda skate uchadigan bo'ladi. Agar skate uchadigan joyda bolalar skate uchayotgan bo'lsa, rolik skate turklar qiladi. Joydan olish harakat qilaman. Bo'lmasa buguncha shu. Katta rahmat hammalarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana yangi yilda 1-yanvar kuni, ya'ni 2019-1-yanvar kuni vlog oldik. Shunday bo'lsinki, bu yil har kuni vaqtimiz bo'lsin, ozgina bo'lsa-da vlog olishlarga yoki har kuni bo'lmasa ham, har kuni bo'lsa ham jonga tegib ketaman sizlar. Shuning uchun bir haftada 2-3 marta video olishga hech bo'lmasa vaqt bo'lsa, xursand bo'laman o'zim ham. Bu paytlar ish ko'payib ketadi, vaqtimiz bo'lmaydi. Shuning uchun aytib yurmaysizlar. Bu tomonlar yozda ko'rsatgandim. Fermachalar 3-4 metr yer beriladi odamlarga, gedeti 2-3-4 metr. O'sha yerga bu narsa ekib fermerствосini yurishadi odamlar. Oy, muz hozir qilamiz. Mana shu masalalar. Muz. Bu joylar qor. Shunaqa kuzatishni davom eting. Agar nima desam, agar o'shada bolalar bo'lmasa, skate hech kim uchmayotgan bo'lsa, videoni yakunlaymiz. Hozircha xayr demay turay, keyin xayr deymiz. Ko'rishguncha deymiz. Hali ham shu yoshligim, hech qitimirligim ketmagan. Mana qaranglar do'stlar. Muz hozir buni tepamiz. E'tibor eslayinda bo'lsa, adam shunaqa narsalar sindirib yuradi. Hozir ko'ramiz, sinamiz, sinmaymiz. Inson katta bo'ladi, lekin bir xil qilalar hech qolmaydi. Do'stlar, endi keta turdim. Hamma narsamni sof. Mana bu yerda bitta ko'rasizlar. Chaqgacha o'sha yerda uchamiz. O'ylaymanki yiqilmayman. Birda ko'rdim, mashina o'sib ketayotgandi, bolalar uchayapti ekan. Menda salafan ishtima yo'q uchishga. Shuni uchishga harakat qilamiz. Bismillah. Ko'rasizlarmi? Hozirda yo xudo. Aso ko'rdinglar.
Ana endi yiqildik, mazza qilib endi vlogimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha xayr do'stlar.